yarim bir necha yil ichida sog'lig'imda ozgina o'zgarish bo'lib, doktorga ko'ringandim. Doktorim menga analiz topshirishni taklif qildi. Analiz topshirganimda qonimda qandli diabet kasalligi bilan bog'liq muammolar borligini aytdim. Shunda Qarindoshim Insuhel siropini tavsiya berdi. yaxshi natija ko'rganligini aytgandan so'ng olib iste'mol qildim. Olib iste'mol qilganimdan so'ng 20 kun ichida holatim juda ham yaxshi. O'z analiz topshirgan vaqtim 14,5 saxrim 6 ga 8 chiqdi. 3 kundan 10 kungacha holatimda holsizlik, og'iz qurish holatlari bor edi. Ular sekin astalik bilan kamaydi. Boldir sohalarida qaltirash bo'ladi, uvushib og'ish holatlari ular kamaydi. Oyoqlarimda muzlash holatlari bor, ular ham kamaydi. Hozirgi kunda sog'lig'im ancha yaxshi, saxrim unchalik oshmayapti, bezovta qilgani yo'q. Boshim og'rib turardi, hozir yo'q, boshim ham og'rimayapti. Asabiylashib ketardim, asabiylashish ham kamaygan. Boshqa qandli diabet kasalligi bilan og'rigan bemorlarga, yaqinlarimga, barchaga taklif Insuhel sirop mahsulotini olib iste'mol qilib ko'rishishini va ular ham sog'lig'ini tiklab olishlarini tavsiya qilgan bo'lardim.